Bismillahirrahmanirrahim. Qo'lga yuqqan sir va yoki ayollarning qo'l va tirnoqlariga yaqqan xinilar tahoratga to'salg'i bo'lamdi. Endi bu masalada qo'limizga sir yuqib qolgan bo'lsin yoki bir chaplashtiruvchi yuqib qolgan bo'lsin yoki ayol xonimlarimiz qo'liga xina yoki bir lak chaplagan bo'lsa, agar bu o'rin tahoratni yuyishga tegishli o'rinda bo'lib, tahorat olgan vaqtimizda suning tiriga yetishini to'sab qolgan bo'lsa, bu tahorat bo'lmaydi. Agar suning tiriga yetishini to'smasa, bu tahoratga ta'sir yetkazmaydi. Suning tiriga yetgan yoki yetmaganligini qanday ayırmayız deganda, buni ikki xil yo'ldan ayirib bo'ladi. Birinchisi, su, lak yoki xina yoki chaplashtiruvchi yuqqan terida boshqa yerda oqqanga o'xshash normal oqmasa. Ikkinchisi, suning issiq suvoqligini tirimiz sezamasa, su o'tmagan bo'ladi. Ya'ni su yetib bormagan bo'ladi. Bundaq bo'lib qolsa, tahorat odat topmaydi. Agar undaq olmay, buyoq shakllik tirimizga suning yetkazishini cheklamaydigan xina va undan boshqa narsalar chaplashib qolgan bo'lsa, bu tahoratga ta'sir yetkazmaydi.